Eng balandi yerdan ko'tarilgan balandligi 360'lar yurtdoshlar, mana navbatdagi stadionimizni Xudo xolasa shu holatga olib keldik. Bitish jarayoni yetib keldi. Mana filmalar o'rnatib, rekalarni qatirib, tayyor holatga olib keldik. 42 ga 22 bo'lgan joyimizni shu ko'rinishda tayyorlab o'rnatdik. Mana arkani eng balandi yerdan ko'tarilgan balandligi 12 metr ko'tarilgan. 11.70-12 metrga borgan. Mana shu arkani eng cho'q qismi yerdan fronton tomoni 12 metrga borgan. Filmalarimiz orasi 2,5 metrdan tushgan. Tuniga qatirishga tayyor holatda bo'lgan. Mana to'liq ma'lumotni hozir ustakamizning oldiga keldi, o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum Jo'rabek aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat aka. Bitibdi Xudo xolasa aka stadionimiz aka. Xudo xolasa bitta, tuniga qatirishga tayyor holatda. Aha. Ajoyib holatda bitibdi aka. Bu 42-22 bo'lgan joyimizmi aka shu stadionimiz? 42-22 bo'lgan joy aka. Aha. Yazovonda qildi aka. Ha, Andijon viloyati Yazovon tumanida bo'lgan. Mana yo'lda bo'yida, bu betonga anchayin ketish yo'lida akalar qilingan. Bu Qurtob bozorining oldida mana bizdan bu yoqda Qurtob bozori bor. Ma'lumot uchun berib o'tamiz ana. Tuniga qatirishga tayyormi endi aka Xudo xolasa? Tayyor aka, Xudo xolasa. Bu kirasiyalarni qilib qo'ysa ajoyib chiroyli holatda aka. Kirasiyalar bu ham. Regalarimiz 60 santimetrdan qo'yilgan har bittasini orasi. Mana akalar arkamizda tepada rekan tayyor, tuniga tayyor qo'yilgan rekanimiz ana 60 santim qo'yilgan ekan. Chattasini ushlash maqsadida ham o'ziga o'zi kashlay bo'ladi, ham tunikani qatirgani ham o'sa qilib berishdi akalar. Mana kashlay bergan, mana e'tiborda o burchakdan eng cho'qqisigacha mana kashlay berilgan, mana ikki tomonga ham mana shu holatda kashlay berilgan. Mana stadionni mustahkamlash bu tomondan ham kashlay berilgan. Hamma tomonlar mahkam qilib shamoliga, boshqaga bardoshli qorni ham ko'taradi aka Xudo xolasa. Ko'taradi aka. Bundan tashqari aka molxona, naves, to'yxona ustilari, uylar tomlari hammasini qilaveramiz aka. Ha. Bo'ladi yonki ishlarni. Mana kuzatuvchilar mana o'zidan eshityapti Jo'rabek akamiz, bundan boshqa xizmatlar ham mavjud ekan. Uyda tomlari, to'yxona, chorraxona, xaladagi tomlari, shunga o'xshash qanday temirdan nimaki yopilgan bo'lsa, akaga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishgan holatlarda qilib berasizlar qilib aka. Bu stadionimiz shu holatga kelguncha necha pulga bittaga qanaqa bo'ldi, nima bo'ldi aka? Bu stadionimiz aka mashq holati 185 millionga bittaga. Aha. Mashq holati, endi tunikasini отдельный gaplashadigan bo'lganmiz. Ha, tunikasini отдельный kvadratda gaplashiladi. Ungacha bo'lgan jarayon 185 millionga bo'lgan. 185 millionga bittaga. Ha, xizmatlaringiz qaysi viloyatda kechdi? Faqat Andijonga ham yo'q. O'zbekiston bo'ylab. Ha, kelishgan holatlarda Toshkentmi, Samarqandmi, Jizzaxmi qilib beraverasizlar? Narxlar qanaqa o'zgarmaydimi yo'l masofani evaziga? Xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz aka. Ha. Hamma yoq kelishilgan holda. Ha, albatta, ana obunachilarimiz albatta aytayaptiki akamiz, razmerlarni holatiga qarab, kelishgan holatda summalar o'zgaraverar ekan. Qancha qulaylik bo'lgan sari summasi ham qo'shilib borar ekan. Orasi torayib, kengayishiga bog'liq aka. Ha. Qancha orasi kengaysa, shuncha arzonlaydi, toraysa. Ha, material kamroq sotiladi, to'g'rimi? Material kengaygan evaziga ozroq ketadi, toray qo'shilgan evaziga ko'proq sotiladi. Shunaqa aka. Ha, eshityapsiz, o'zimda Jo'rabek akamizni material qo'shilgan sari orasi kengayib torashiga qarab summalar o'zgaraverar ekan. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar mavjud ekan Jo'rabek akamizni aloqaga chiqaverasizlar, kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa 20 metr, 24 metrgacha bo'lgan joyda ham ustuvsiz holatlarda yo'q beramiz deyapti, to'g'rimi aka? Ha, to'g'ri aka. Ana bu 25 metr, 30 metrgacha aka bez ustin qo'yib beraveramiz. Ha, 20 metr. To'g'rilarni ham yana 22 metr, 23 metr bo'lyapti aka qilib beryapmiz. Ularning narxi qanaqa chiqadi aka ularda? Ularga 170 mingdan 280 minggacha aka kvadrat ketaveradi aka. Ha, 200 temir ketishiga qarab aka. 170 pergar o'tkalari bo'lsa, o'sha 170 ming, 180 mingdan. Agar pergar o'tkasi yo'q, 20 metr, u boshdan bu boshiga 20 metr o'rtada bez ustiga qilib bergan bo'lsa, qimmatroq bo'ladi aka. Ha, akalar eshityapsizlar, mana devorlaringiz zdaniyalar urilgan bo'lsa, ikki orqa oldi devoringiz bo'lsa 170 ming, 170 ming 5 metr atrofida summasi chiqar ekan. Agar yerdan ko'tarilgan bo'lsa, firmalar stokalari, masalan
yerdan 4 metrmi 5 metrmi holatiga qarab ustiga ko'tarilib, ikki yonda ham xori regel progon ketadigan bo'lsa, 250 ming 280 minggacha puli o'ynaver ekan akalar. Xizmatlar bo'lsa, pastda nomerlar yozib qo'yamiz, jo'rab ekanimiz aloqaga chiqaverasizlar. Videolar so'ngida like bosishni ayamanglar, obuna bo'lib qolinglar akalar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.